Qum ostida uyg'ongan sir. Tong sahar cho'l ustidan sokin nur yoyildi. Shamol qumlar bilan birga unutilgan xotiralarni ham harakatga keltirgandek edi. Hech kim bilmaydigan, faqat afsonalarda tilga olinadigan yo'qolgan shahar shu qumlar ostida yashirin edi. Bu sirni faqat bitta inson sezardi. Uni odamlar qadimgi shaman deb atardi. U har tong olov yoqar, qumlarga qarab sukut saqlardi. Chunki u bilardi, ayrim sirlar chaqirilmaydi, ular o'zlari uyg'onadi. O'sha kuni yer asta titradi. Osmonda g'ayrioddiy belgilar paydo bo'ldi. Havo og'irlashdi. Cho'l sukunati ichidan ko'rinmas ovozlar eshitildi. Bu qadimda bu yerni tark etgan ruhlar edi. Shaman ko'zlarini yumdi. U qo'rquvni emas, tushunishni tanladi. Olov ustidan nurli ramzlar ko'tarildi va qumlar orasidan qadimgi devorlar ko'rina boshladi. Shahar uyg'onayotgan edi. Tuman ichidan ulkan tosh haykallar namoyon bo'ldi. Ular harakatlanmadi, ammo tirikdek sezilardi. Bu haykallar shaharni emas, sirni qo'riqlardi. Yer ostidan yashirin ibodatxona ochildi. Devorlarida o'yib yozilgan belgilar bor edi. Har biri o'tmishdan hikoya qilardi. Qudrat, xato va yo'qotish haqida. Birdan qorong'ilik ichidan soya paydo bo'ldi. U na yovuz, na ezgu edi. Bu muvozanatning simovi edi. Shaman tayog'ini ko'tardi, ammo zarba bermadi. Chunki u bilardi, kuch bilan olingan sir halokat keltiradi. Shu on shahar butun go'zalligi bilan ko'rindi. Oltin rang minoralar, jimjit ko'chalar, unutilgan tarix nafasi. Va keyin hammasi yana tuman ichida eridi. Shaman ham g'oyib bo'ldi. Cho'l yana jim bo'ldi. Ammo qumlar ostida sir uxlamadi. Chunki ayrim afsonalar yo'qolmaydi. Ular faqat kutadi.